Hey, yuribsizmi? Osmonni tagida, yerda ustida nimalar qilyapsiz? Kelinglar, bugun sizlar bilan dimoxodda temirlarni tozalaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi issiq suv va bavi. Bavini olamiz. Temir ustiga sepamiz. Diqqat bilan tinglang, xuddi mendek qiling. Bu so'zlarimni eshitib nima esinglarga tushdi? Kommentariyada yozib ketinglar. Issiq suvni qo'yganimizdan keyin shunaqa reaksiyaga kirishadi. Ovozni eshitib ko'ringlar-da, shunaqa tinchlantiradi. Idishinglardan chiqayotgan chirklar sizlarni ko'zinglarni aniq quvontiradi. Issiq suv va bavida tomladim va adabini berib shunaqangi ish qaladim. Chirklardan yengillab tozalangan temir rahmat ham aytdi. Ko'zimni olib, aksimni o'zimga ko'rsatdi. Yana bir bor shunga amin bo'ldimki, bavi ayollarning eng ishonchli tanlovi. Bavini ishlatib sinab ko'rmagan bitta siz qoldingiz. Albatta sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Endi menga aytingchi, siz qachon ishlatib ko'rmoqchisiz? Like va kommentariya do'stlarga ulash esingizdan chiqmasini xursand bo'laman.